Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun bulg'or qarambini ikkamizga salkam 10 kun bo'ldi. Endi bu yerda ekilish tartibini ozgina tushuntirib o'taman. Bilganlarga eslatma, bu bilmaganlar uchun. Qo'yganlar. Qarang, ikkita kapelning orasi 30 cm ga olingandan ikki chetidan egilgan. Bu katta joyi esa 80 cm ga teng. 80 cm. Olib qaraydigan bo'lsak, asosan teksir haydab bo'lganingizdan keyin biz ozgina ishlov bera olmay qoldik. Bu yerda mana bu kesakchalar ozgina mola deydi, bo'yna ustidan ozgina tekslashimiz kerak edi, tekslay olmadik dagin, shoshib tushirish ekdik. Qarang, ekilgandan keyin hozir endi bitta chovuq qilinadi. Chopiq qilingandan keyin o'zi 1-2 suvda kultivatsiyaga keladi. Ya'ni agat op nima deydi, ya'ni ekishdan ko'ra qulayroq, ham osonroq deb o'ylayman. Fikrlaringiz bo'lsa komment yozishingiz mumkin.